Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi video darslikda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun yana ham muhim mavzu haqida gaplashamiz va bu kredit bo'yicha to'lov jadvali hisoblanadi. Video darslikni boshlashdan oldin har doimgidek eslatib o'tmoqchiman. Shunga o'xshagan moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha video kontentlar chiqishini qo'llab-quvvatlash maqsadida albatta videoga like bosib, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, unda darslikni boshlaymiz va har doimgidek darslikni boshida sizni qisqagina video darsligimizni mundarijasi bilan, rejasi bilan tanishtirib o'taman. Bugun to'lov jadvali nima, to'lov jadvalida qanaqa ma'lumotlar borligini batafsil ko'rib chiqamiz va real misollarda sizlarga buni batafsil to'lov jadvali deganda bu kredit bo'yicha o'sha grafik deymiz. Grafikdagi har bitta ustunlarda qanaqa ma'lumotlar borligini birgalikda oddiy misollarda ko'rib chiqamiz va darsligimizni so'ngida qisqa xulosa qilib har doimgidek yakun yasaymiz. Demak, to'lov jadvali nima deydigan savolga keladigan bo'lsak, bu bank sizga kredit berganda o'sha pulni qanaqa qilib, qachon va qancha qilib qaytarishingizni ko'rsatadigan jadval hisoblanadi. Har bir oy uchun alohida to'lovlar belgilanadi. Kredit olgan bo'lsangiz, albatta ko'zingiz tushgan shartnomaga ilova qilinib, albatta to'lov grafigi beriladi. To'lov jadvalida qanaqa ma'lumotlar bo'ladi degan savolga keladigan bo'lsak, odatda quyidagi ustunlar va quyidagi ma'lumotlar bo'ladi. Birinchisi to'lovlar soni, keyin oy va sanasi, asosiy qarz qoldig'i, asosiy qarzi 1 oylik miqdori, foiz to'lovlari va umumiy to'lov summasi keltirilgan bo'ladi. Endi real misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, kredit summasi 100 million so'm bo'lsa, kredit muddati 12 oy, foiz stavkasi 28% va to'lov usuli differensial to'lov usulida agar kredit rasmiylashtirilgan bo'lsa, navbatdagi slaydda ko'rib turibsizki, umumiy kredit summamiz 100 million so'm va u bizga 12 oyda 28% dan olinganda 115 million 189 ming 41 so'm va 10 tiyin qilib qaytarishimizni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda 100 million so'mga qo'shib, grafikka qo'shib, biza 15 million 189 ming so'm ortiqcha to'lov qilishimizni ko'rishimiz mumkin. Shu joyda bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Foiz stavkasi 28% bo'lgani bilan bu 100 millionni 28% ga ko'paytirib 128 million qilib qaytarish kerak ekan degan fikr bo'lish kerak emas. Bu noto'g'ri. Differensial to'lov usulida, umuman kreditlarda foiz kreditning asosiy qarzini qoldig'iga nisbatan hisoblanadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu grafikimizda ko'rinib turibdiki, 128 million emas, 115 million qilib qaytariladi. Hozir keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz. Har bitta qatorlarni batafsil sizlarga tushuntirib beraman. Xudo xolisa bugungi video darsligidan keyin to'lov grafiki bo'yicha anchagina batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Keyingi slaydimizda ko'rib turganingizdek, birinchi ustunda bu bizada grafik davomida necha marta to'lov amalga oshirish lozimligini ko'rsatuvchi to'lovlar soni keltirilgan bo'ladi. Bizning holatda 1 yilga rasmiylashtirilgani uchun 12 marta grafik bo'yicha to'lov amalga oshirish kerak bo'ladi. Agar 2 yil bo'lsa 24 marta, 3 yil bo'lsa 36 va hokazo shu yo'sinda davom etaveradi. Keyingi ikkinchi ustunimizda bizda grafik bo'yicha to'lov amalga oshirilishi lozim bo'lgan sana keltirilgan. Oyi shu kunidan har bir kechikkan kun uchun oshirilgan foiz hisoblashni boshlaydi. Bu haqda keyingi slaydlarda batafsil tushuntirib beraman. Shu joyda muhim tavsiya berib o'tib ketaman. Ortiqcha foiz hisoblanishiga duch kelmaslik uchun to'lov kunini oylik daromad oladigan kunga belgilagan ma'qul. Bu nima degani? Odatda davlat ishida ishlaganlarga oylik daromadi 2 ga bo'lib tushuniladi. Bu avans 15-16 oy kuni bo'lsa, oylikni qolgan qismi oy oxiri kuni odatda 30-31 sanalarda tushadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, oylik tushadigan kunga grafik bo'yicha kreditni to'lash sanasini belgilagan ma'qul hisoblanadi. Masalan, 15-ga yoki 30-ga belgilasangiz, oyligingiz tushdi, kreditga pul to'layverasiz. Bu nimaga muhim? Agar siz 10-ga yoki 5-ga qilib qo'yadigan bo'lsangiz va asosiy oyligingiz 30-da tushadigan bo'lsa, 30-dan boshlab 30-dan keyin keyingi har bir kun uchun oshirilgan miqdorda foiz hisoblanishini ko'rishimiz mumkin. Bu nima degani? Shartnomada agar ochib qaraydigan bo'lsangiz, kredit foiz stavkasi masalan 28% qilib belgilangan bo'lsa, har bir kechikkan kun uchun 48%, 50% va boshqa foiz stavkasi belgilangan bo'ladi. Albatta kredit shartnomasi tuzishdan oldin bunga ushbu foizlar bilan batafsil tanishib chiqishingizni sizga tavsiya qilaman. Keyingi slaydda bizda 3-ustunda kredit bo'yicha asosiy qarz miqdori oyma-oy kamayib borish tartibida keltirilgan bo'ladi. To'lov grafikida asosiy qarz quyidagicha kamayib boradi.
umumiy asosiy qarzdan bir oylik asosiy qarzni ayirib tashlaymiz va har oy shunaqa bir oylikni ayirib borib 100 million so'mni mana grafikda ko'rib tursiz. Birinchi oyda 100 million so'm, keyingi oyda 91 million, keyin 83 million, 75 million va kamayib borayotganini ko'rishingiz mumkin. Va mana quyidagi formulada ko'rsatib qo'yganmiz slaydimizning tagida 100 milliondan umumiy qarzimiz 100 million bo'lgandan keyin bu 100 milliondan bir oylik asosiy qarz ayirib tashlaymiz. Ya'ni bizning кейsimizda bu 8.333 ming va keyingi oyda 91 million asosiy qarzimizni bizani 91 million 666 ming so'mni tashkil qiladi. Va undan keyingi oy ham xuddi shu 91 million so'm 91 million 666 ming so'mdan 8 million 333 mingni ayiradigan bo'lsak, undan keyingi oy uchun asosiy qarzimiz 83 million so'mni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin va shu asosiy summalarni qoldig'idan kelib chiqqan holda foizlar hisoblanib boriladi. Keyingi slaydlarda buni batafsil tushuntirib beraman. 4-ustunda kredit bo'yicha bir oylik asosiy qarz to'lovi keltirilgan bo'ladi. Bu qanaqa hisob-kitob qilinadi deyiladigan bo'lsa, differensial to'lov grafikida asosiy qarz quyidagicha taqsimlanadi. Asosiy qarzimizni oylar soniga bo'lsak, bizani bir oylik asosiy qarzimiz kelib chiqadi. Ya'ni bizani кейsimizda 100 millionni umumiy 1 yilga olganimiz uchun 12 ga bo'ladigan bo'lsa, bir oylik to'lov asosiy to'lov summamiz 8.333.333 so'm 33 tiyinni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kredit olganingizda umumiy qarz summasi olinadi 100 million so'm va u aynan differensial to'lov usulida qancha muddatga olib olasiz. Masalan, 100 million so'mni 2 yilga olinadigan bo'lsa 24 ga bo'linadi. Agar 3 yilga olinadigan bo'lsa 36 oyga bo'linadi va bir xil summada asosiy qarzimizni oyma-oy taqsimlanib chiqilinadi. Ya'ni biz har oyda fiksirovanniy asosiy qarzni bankka qaytaramiz. Foizlari bo'lsa qanaqa hisoblanadi deydigan savol kelib chiqayotgan bo'lsa, keyingi slaydda 5-ustunda kredit bo'yicha bir oylik foiz to'lovi keltirilgan bo'ladi. To'lov grafikda foizlar umumiy asosiy qarz qoldig'idan kelib chiqib quyidagicha hisoblanadi. Alohida bu haqda video darsligimizda bor. Batafsil kreditlar bo'yicha qanaqa foizlar hisoblanishini keltirib o'tganmiz. Shu joyda video darsligimizning tepasida link chiqadi. Shunga bossangiz, shu video darsligimizga o'tib, batafsil foizlar qanaqa hisoblanishini ko'rib olishingiz mumkin. Men hozir buni sizga qisqacha tushuntirib ketaman, yana bir marta eslatma bo'lishi uchun. Demak, buni formulasi so'ndirilmagan kredit qoldig'ini ko'paytiramiz, foiz stavkasiga ko'paytiramiz, amaldagi kunlar soniga va uni bo'lamiz 365 ga. Ya'ni bizani keysga qaytadigan bo'lsak, birinchi oy uchun bizda asosiy qarzimiz 100 million so'm tashkil qilardi. Demak, biz yuqoridagi formuladan kelib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi oy uchun asosiy qarzimiz 91 million 666 ming 666 so'm 67 tiyinni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin va ikkinchi oy uchun foiz endi shu summadan hisoblanadi, shu slayddagi formula bo'yicha va bu bizga ikkinchi oyda 2 million 179 ming 908 so'm 68 tiyinni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni to'lov grafikida ko'rsatib qo'yilgan birinchi oyda 100 million so'mdan foiz to'laganligimiz uchun 2 million 301 mingni tashkil qildi va ikkinchi oyda 91 million so'mdan foiz to'laganligimiz uchun grafikimizda bu 2 million 179 mingni tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin va xuddi shunaqa 3-ustundagi kreditimizning asosiy qoldig'i kamayib borgani sari bizaga shu asosiy summaga foiz hisoblanish hisobiga foizlar ham kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydda bizda oxirgi ustunimiz keltirilgan. Bu 6-ustunda kredit bo'yicha bir oylik umumiy to'lov miqdori keltirilgan bo'ladi. To'lov grafikida umumiy to'lov summasi quyidagicha hisoblanadi. Bir oylik asosiy qarzga qo'shamiz bir oylik foizni. Va bizning кейsimizda bu bir oylik uchun to'lovimizni, asosiy qarz to'lovimizni har oyda 8.333 mingni tashkil qilishini gaplashdik va unga foizni qo'shamiz. Birinchi oyda bu 2.301.369 so'm 86 tiyin va bu birinchi oy uchun to'lovimizni bizning keysda 10.634.703 so'm va 20 tiyinni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin va bu ikkinchi oyda xuddi shu formula bo'yicha 10.513.242 so'm 1 tiyinni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin. Va boyga aytib o'tganimdek, asosiy qarz kamaygandan keyin, foiz to'lovlari ham kamayganidan keyin grafikimizda foizlar ham kamayib borishini, umumiy to'lov kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Bu juda ham muhim hisoblanadi va buni to'lov grafikingizda agar differensial bo'lsa, olib qarasangiz, har oyda asosiy qarzingiz xuddi bizning keysdagi bir xil summada taqsimlangan bo'ladi va shu bir xil summamizni oyma-oy oylik
bir oylik asosiy qarzi har oy umumiy asosiy qarzimizdan ayirib borishimiz natijasida umumiy bizani qarzimiz kamayib boradi va buning natijasida bizani grafik bo'yicha foizlarimiz ham kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Shu joyda bir narsani eslatib ketaman. Biz asosiy qarzni, ya'ni 100 million so'mni qancha ko'p va tez so'ndiradigan bo'lsak, kredit bo'yicha foizlar ham shunga mutanosib ravishda kam hisoblanishini eslatib o'tmoqchiman. Ya'ni bu degani ko'rgansiz, asosan mobil ilovalardan kreditni so'ndiradigan bo'lsangiz, u yerda odatda 3 xil to'lovni so'ndirish keltirilgan bo'ladi. Birinchisi grafik bo'yicha, ya'ni hozirgi bizning кейsimizda bu faqat grafik kelganda to'lagan summangizni hisob raqamingizdan yechib oladi va ikkinchi eng muhimi qisman muddatdan oldin so'ndirish, частичное досрочное погашение deb yozilgan bo'ladi mobil ilovada va buni agar funksiyadan foydalanadigan bo'lsangiz, sizni to'laydigan summangiz agar to'lov kunida amalga oshiradigan bo'lsangiz, hamma to'lagan summangiz kreditning asosiy ta'nini kamayishiga va buning oqibatida keyingi oy uchun foizlaringizni kamayishiga olib keladi. Endi ushbu video darsligimizda har doimgidek xulosa qiladigan bo'lsak, kreditlar bo'yicha to'lov grafikini yaxshilab tushunib olsangiz, istalgan vaqt va kun uchun qancha asosiy qarz va qancha miqdorda foiz to'lovini amalga oshirish mumkinligini avvaldan hisoblab chiqarish mumkin. Shuningdek, muddatdan avval qarz so'ndirilganda ham qancha miqdorda foizlardan tejashingizni va umumiy to'lov miqdori qanchaga kamayishini ham aniqlashga imkon beradi. Mana aziz kuzatuvchilarimiz, navbatdagi video darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga tushunarli bo'ldi. To'lov grafikini agar tushunmagan bo'lsangiz, yana bir marta shu videoni qaytib ko'radigan bo'lsangiz, har bitta ustunlarga batafsil izoh berib o'tishga harakat qildim va buni yaxshilab tushunib oladigan bo'lsangiz, formulalarni ham oddiy tilda tushuntirib, misollar bilan keltirib berishga harakat qildim va bularni yaxshilab 1-2 marta ko'rib tushunib oladigan bo'lsangiz, o'zingizni grafikingizni olib, xuddi shu formulaga solib, oyma-oy asosiy qarzingizni, oyma-oy hisoblanadigan foizlarni va umumiy to'lov summasini bemalol hisoblab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Aziz kuzatuvchilarimiz, agar video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa va bir dona insight olgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin ham xuddi shunga o'xshagan moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha yana muhim mavzularda gaplashishda davom etamiz. Keyingi video darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.